Xo'p, Essence vazifasi aytganimdek, yuzinglardagi har xil po'ralar bo'ladigan bo'lsa, dog'lar bo'ladigan bo'lsa, mayda qanaqadir toshmachalarni anaqa g'adir-budirlik bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni polni ketkazib, yuzinglarni yaltiratib, tekislab berishga zo'r xizmat qiladi. Agar yuzinglarga ko'p narsa surishni xohlamayman, ikkita uchta narsa bo'lsin deydigan bo'lsanglar, o'sha bahor yaqin, ishoninglar, yuzinglar chotki bo'lishini xohlasanglar, penka olasizlar, buni olasizlar va SPF krem olasizlar. SPF kremimni ham hozir men sizlarga ko'rsataman. SPF kremimni уже buni oldin o'tsifini qo'ydim. Buni уже 2 yildan beri ekan. 2 yildan beri sotayotgan bo'lsak, постоянно so'rashadi. Klientlar постоянно buni so'raydi. Normal yuzga ham, yog'li yuzga ham hamma yuzlarga bemalol tushib beradi va haqiqatda zo'r ishlaydi. Ton berishi mumkin, ozgina toni bor, lekin unaqa ko'p emas. Mana qo'limga surib ko'rsataman sizlarga.